Assalomu alaykum obunachilar. Mana bayram yaqinlashyapti. Erkaklarning eng qiyin anaqa soladigan gul temasi. Hozir sizlarga mana gulni optim joyi kelganman. Kimga qiziq bo'lsa ko'rib turasizlar. Xo'p, joyimiz Yunusobod 3 qahramon krugini bilasizlar. O'sha yerda 72 bozori ichida optim gul bor. Hozir sekin bir aylanib narx-navolarni ko'rsatamiz. Mana kiraverishinglarda 10 qo'lda mana bunaqa tuyeli, damashli gullar ham bor. Mana assortiment juda ko'p. Mana mashinaqalarni ham sovuq qilsanglar bo'ladi yoki kelib uyingizga qilsanglar bo'ladi. Mana aka, mana buni oti nima deysiz? Aglanema. Necha pul sotyapsiz bularni? 160. 160 ming. Mana qizili ham bor ekan. Keyin mana buni искусственный gulga o'xshagan. Mana buni qaranglar. Bu necha pul aka? Anchurli, bular 150 ming so'm qiladi. Mana 150 ming qilib berayotgan ekanlar. Xo'p, yana nimalar qiziq mana? Har xil gullar bor. Mana bu azeliya ekan. Necha pul bular? 180 ming. 180 ming. Mana savatchalarchi mana, chiroyli. 45 ming. 45 mingdan bitta ko'tarib ketaverasizlar sovg'a salomga. Mana buni ham mana chiroyli gullar. Nima edi mana buni oti aka? Uzmaylar. Necha pul bu? 200 ming. Mana bu 200 ming ekan. Xullas mana mana shunda har xil gullar bor. Mana bularni ko'rasizlar, mana juda chiroyli ochilar ekan. Mana xullas damashli gullar ham bor. Bitta qo'ltig'ingizga shunday solib ketaverasizlar. Mana bu necha pul aka? 150 ming. Mana 150 mingdan bular ham bor ekan. Bemalol kelaverasizlar. 72 bozor. Mana hamma gul olib yotibdi mana, hamma shu yerda. Bozor kiraverish xullas hamma qo'lda gul buketlarni olib yotibdi mana. Nech puli bu? 200 mingdan. Mana 200 mingdan bunaqa buketlar ham bor. Mana bu yoqda kiraverishingizda xohlasanglar tayyor buketlar ham bor. Ko'raverasizlar mana. Mana hayır tayyor buketlar. Mana bu do'konda mana tayyor buketlar ham bor. Mana bu savatlarni 200 mingdan mana kelib tayyorlab ketaverasizlar. Mana bularni yana kelishtirib beramiz deyishyapti. Mana bu lola. Mana shu necha pulga bo'ldi mana shu buket? Necha pul bo'ldi mana shu? 400 ming mana 20 talik lolalar. Mana sarig'i ham bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa kelaverasizlar. Mana ichkarida mana chiroyli gullar ham bor mana. Tayyor buketlar bilan. Mana bitta ham bitta do'konga kelaverasizlar mana. Chiroyli qilib lolalarni mana yasab qo'yishibdi. Mana ko'rasizlar mana 800 ming. 800 bu narximi? Da, 50 talik. 50 talik mana 800 ming, 1 million 50 ming kelishtirib berishadi yana kelaverasizlar. Mana chiroyli ranglari bor ekan. Yana zo'r gullari xaladinlida ekan. Ertaga olib chiqishar ekan. Mana gardiniyamda mana gullar. Gardinziyalar mana har xili bor. Donasi 90 mingdan ekan mana. Kelaverasizlar. Mana lolalar trendda hozir. 10 ming, 15 mingmi aka? 18, 15 ekan mana donasi kelaverasizlar. Mana oqi bor. Mana nima rang bu? Fioletovymi bir narsa ranglandi. Mana sariqlari ham bor ekan mana. Sariq rangli trendlar. Mana chiqarib qo'yishibdi, mana ko'rasizlar. Chiroyli mana lolalar. Mana mana xrizantemalar mana pochkasi 100 mingdan ekan. Mana tanlayverasizlar. Yashil, ko'k, sariq mana 90 mingdan ham qilib beramiz deyapti. Mana oqlari ham bor, mana sariqlari ham bor. Juda go'zal gullar. Davom etamiz. Xo'p, mana bu ham allambalo gullar xullas. Gul bozor mana. Mana kichikni mana gullar ham bor. Sariqdan. Mana hammasi gul. Mana buket 300 minglik buket ekan mana. Ko'raverasizlar. Mana kimga lola qiziq bo'lsa mana 11 mingdan ekan, ichida 20 ta 220 mingmi? Mana 220 mingdan har xil ranglari kelaverasizlar. O'sha bozor kirganinglarda mana 10 qo'lda o'zi konteynerda mana taxlab tashashgan ertaga bemalol yetadi hammanglarga. Mana butani gul qilib sotadiganlar ham olib yotishibdi. Mana kelaveringlar, mana konteynerlab tushirib qo'yishgan. Ichkari kirsanglar yana narxlar tushib boryapti mana. 10 mingdan bo'lib ketdi. Ichida 25 ta mana har xil rangini olaverasizlar. Okam shu yerda chiroyli qilib xohlasanglar buket ham qilib beraveradi mana. Aka, eng chiroyli rang qaysi bo'lyapti o'zi bu yil? Moda bo'layotgan rangi. Mana bu rangli. Mana bu rangli moda ekan. Ertaga kelib mashinadan olaverasizlar. Mana yana bunaqa ranglari bor ekan. Hozir imanami sotdi. Mana fioletovymi bu ashi chiroyli go'zal ekan mana. Bitta kelaverasizlar mana. Bu yoqlarda ham hamma yoq lola. Hozir davom etamiz yo'g'iga. Mana gullarni ko'ryapsizlarmi? Yehi, hamma yoq gul mana. Kelaverasizlar bemalol mana. Shu bu yoq atir gullar boshlanyapti. Mana lolalarni yana turi. Hamma yoq lola. Nech pul ham lolalar?
Mana bu yoqlar ham 10 ming bo'lib ketdi. Mana har xil kiyverasizlar mana. Chiroyliligini qaranglar bularni. Mana atirgullar boshlandi bu yog'iga. Mana 60 talik 26 mingdan ekan donasi. Mana ham oqlari ham bo'yiga qaraman. 60 talik balalari 26 ming. Mana atirgulga qaranglar, bo'yi 1 metr ekan mana. Donasi 25 mingdan yana kelishtirib beramiz deyapti. Mana bu yo'l sekin atirgul bozoriga kirib keldim mana. Ko'raverasizlar. Mana bitta shu yerda olib shu yerda buket ham qilib ketasizlar. Mana bunaqa sprey mayda atirgullar bor. Mana pochkasi 320 mingdan ekan. Mana kiyverasizlar. Ichkarida ham buketlar qilib tayyorlab shu yerda o'zi sotyapti mana. Bitta ukamiz 1 million 700 minglik mana onalariga savatga terdiryaptilar. Nechta ketyapti ichiga? Lola 100 tami aka. Mana 100 tami 100 tadan oshib ketayotgan ekan. Mana kelib yasatib turasiz, shu ukam chiroyli qilib beraveradi. Olasizlar, joylashtirasizlar. Jeb ana qismi mana xolam kofelarni damlab beradilar. Ha, hatchuroq qilib beradi. Ya, televizorga chiqmaysiz, qo'ying mana. Kofe, choylarni qilib beradilar. Mana gullarni ham ovursizlar, kevaringlar bu yoqqa. Mana donali atirgullar bor. Mana dona-dona qilib qo'yishgan. 20 ming, 25 ming bo'ladi donasi. Mana 20-25 mingdan bunaqa donalilarni kelib olib ketaverasizlar mana bemalol. Mana oq atirgullar mana donasi 10 mingdan ekan, kevaverasizlar. Mana bo'yi 80 talik mana atirgullar. Nech pul bu? 23 dan oldim. 23 mingdanmi? 23 ming. Mana har xil bo'yiga qarab kevaverasizlar mana. Svejiy atirgullar mana. Mana bitta bo'yi 1.20, 1.10 liklari bor ekan, donasi 50 mingdan mana. Galovkasi mana katta-katta ekan, kevaverasizlar. Mana kimga gerberalar qiziq bo'lsa, donasi 14 mingdan ekan. Mana har xil ranglari bor. Mana bitta ham chiroyli taxlab qo'yishdi mana. Gerberalarga kevaverasizlar mana. Chiroyli, go'zal mana. Mana gvazikani mana. Mana gvazikalar nech pul? 8 mingdan ekan mana. Mana xrizantemadan donasi 14 ming bo'lib ketibdi. Mana kevaverasizlar. Mana astromellarni har xili bor ekan. Ichida 20 ta, narxi 150 mingdan ekan. Mana 7,5 mingdan donasi bo'lyapti. Mana kevaverasizlar. Mana gollandskiy orxideya, mana kimga kerak bo'lsa, bitta shoxi 550 mingdan ekan. Mana har xil ranglari bor. Ranglari oqi mana chiroyli. Mana ranglari ham chiroyli ekan. Mana shu pochkani o'zida 1, 2, 3, 4 degan. 550 mingdan bo'lganda 2 million 220 mingmi aka shunda? 2 million 6 degan. Yana 3 milliondan oshib ketdi mana shu korobkani o'zi. Pulni baquvvat qilib keverasizlar. Gardina degani bor ekan. Tegida mana proverkasi bor. 5-6 kun turar ekan. 70 mingdan donasi mana. Har xillari bor, keverasizlar mana. Xullas mana 7-mart kechqurun 1:30 bo'lishiga qaramasdan odam juda ko'p. Sekin harakat qilib ertalabdan kevaringlar. Ertalabgacha klubda suv ichishni ishlashyapti bayramga. Sog' bo'linglar, hamma ayollarni kelayotgan bayramingiz bilan.